Toqa katyollar hakkında sizlere kıskacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, baholardan bilib olasizlar. Qani ketdik. Katyonlu bir ölçümüz size bilen azı. 75. Şimdi beyiklikini görek qani. Beyik 1.25. Katyon yurtduslar normalni ketdi. Xo'p, bu katyon razmeri o'zgaradi. Nega qarab o'zgaradi? Joyning kvadratına qarab. Hozir bu joyimiz 350 kvadrat. Bu shunga moslanib yasalgan. Ya'ni nima deydi? Bu yerda katyon tayyor yo'q. Ya'ni zakaz bilan chiqadi. Joyning ob'yomi nechik bo'lsa, shunga moslab chiqariladi katyon. Xuddi shu katyonimizning puli 8,5 million so'm pul. Endi sizlar bilan ichanda montaj tochkalarini hisoblaymiz. Qani bu yerda necha tochka bor ekan? Ketdik. Ag'aylar shu ko'rib turgan ataplarningiz bir tochka bo'ladi. Inabasi ikkinchi tochkamiz. Nima uchun bir ikki tochka qo'ydi desanglar, bu xonamiz katta, qizdirish tamom bo'lmasligi uchun ikki tochka qo'yganlar. Buni narxi 400 mingdan 800 ming so'm bo'ladi. Qani endi arxona o'tib ko'ramiz. Ag'aylar bu ko'rib turgan ataplarningiz katta, ya'ni qovurg'asi ko'p. Chunki bu katta, shunga planlangan. Lekin buni bahasi 400 ming so'm, ya'ni bam bir tochkaga kiradi. Bu ko'rib turganlaringiz ina uklomni cho'tkatib, zatib qo'yibdilar. Ya'ni suyut yo'q vaqtdan qiynalmay ishlash uchun. Endi ko'pchilikda mo'ljallikisi bitgan, ataplarni ishlatilmagan ko'pchilikda vernitsik bo'ladi, ya'ni bulashtirib qo'yiladi desanglar, yo'q. Buni ham yo'li bor, lekin azroq qo'shimcha, ya'ni pul o'zgarishi mumkin. Hech yerni bulashtirmay cho'tkatib beradilar. Ag'aylar bu joyimizda общий hisobda 11 tochka ataplarni ustanib ketganlar. Endi ko'pchiligimizga qiziq bo'lgan bahasına giradigan bo'lsak, bu joyimiz uchun chiqqan rasxod 28 millionni tashkil topadi. Uning ichida navbatisi turbasi, qazziki, ataplanasi, ishi ko'rib turgan ataplarni ham biometallический akvadan, ya'ni eng qimmati, eng sifatlisidan ustanib ketildi degani. Ya'ni bu yerda hamma rasxod ustalarning o'zlaridan bo'ladi. Telefon etasiz, keladilar, o'lchaydilar, siz joyingizga mos bo'lgan katyonni ustanib ketib ketadilar. U degani nani choy ichida degani. Görürseniz bu yerda hech kim yo'q. Ustalar ajratib o'ynab kulib ishlab turibdilar. Ag'aylar sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat etdik. Agar tushunmaganlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi videoda batafsil tushuntirishga harakat etamiz. Men esa ketdim. Like bosishni unutmanglar.